Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Avto O'zbegim hamda kanal admini Shuhrat. Bugun mana Sergeli mashina bozoriga tushdik. Cobalt narxlarini video davomida sizlar bilan ko'rib boramiz. Kamtarona mehnatlarimizni qo'llab-quvvatlagan holda videomizga like bosib, kommentariy yozib, albatta kanalimizga podpiska tugmasini boshida esingizdan chiqarmaysizlar degan umiddaman. Cobaltlarni ham maksimalni yaxshi sasiyanidagilarni olib chiqishga harakat qilamiz. Xudo xolisa. Yana bitta yangilik, xudo xolisa Telegram kanallarimizni ham ochib qo'yganmiz. Sotiladigan mashinalar bo'lsa, yoki sotib oladigan mashinalar bo'lsa, boshqa yangiliklarni shu Telegram kanalda ham qo'yib boramiz. Xudo xolisa obuna bo'lish esingizdan chiqmasa, albatta opisiyaniyada kanalimizning linkini qoldiraman. Demak, biz videoni boshladik. Biz navbatdagi Cobalt mashinasi. Mashinamizning ishlab chiqarilgan yili 2023, probegi 89500, yurgani halol. Avtomatik korobka mashinamizda salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Chexollari bor, evakor poliklar tashab qo'yganlar, avtomatik korobka monitorlarigacha bor ekan. Mashinamizning kraskasi top-toza deyaptilar. Hop, salon orqa holatlarini ham ko'rsatib boramiz. Salon orqa holatlari ham yaxshi holatda turibdi. Poliklarni ko'ryapsizlar. Mashinamizning metan gazlarigacha bor akalar. To'rtta balon yep-yangi deyaptilar. Akamizni tanib o'zingizga bemalol ko'ryapsizlar bo'ladi. Buni rangi nima derdi? Darkman Blue. Darkman Blue ekan. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsa, 10700 bo'ladigani deyaptilar. Оформление faqat qolasizlar, gendavingiz bermaydi. Через bank bemalol avtokredit qolsanglar bo'ladi. Xo'p, nomerlari 98lik 305 77 67. Ismlari Abdumajid aka. Mashinamizni kimga aql kelgan bo'lsa, bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi. Bosinglar. Hop, akalar bizning navbatdagi Cobalt mashinasi. Mashinamizning ishlab chiqarilgan yili 2021, probegi 46000 km yurgan. Salon holatlarini ko'rsatib boramiz. Chexollari yo'q, poliklari bor ekan. Ko'rishingiz mumkin. Avtomatik korobkada. Kraskasi bitta joyida. Bitnosi bor deyaptilar. Sideniya podogrefmi? Sideniya podogreflarigacha bor ekan. Orqa salon holatlarini ham ko'rishingiz mumkin. Akalar to'g'ri tushunasizlar, odam charchadi. Bagajlarni ham ko'rsangiz, mana gazlari yo'q. Gazlari bo'lmagan, umuman qo'yilmagan. Parafan ham bo'lmagan. Xo'p, Bitta qo'l haydalgan. bitta qo'l mashina ekan, egalarining o'zlaridan, xudo xolisa. Xo'p, shu spravka. Narxini qancha beramiz aka? So'rayotganingizni qilib beradiganingiz. 10600 so'rayapman. 10600 so'rayaptilar. 10100 ga bermadim. 10200 bo'lsa beraveraman. 10100 ga bermabdilar. 10200 bo'lsa mana telefon qilishsin deyaptilar. Xo'p, gendangizga qilib beramiz. Beramiz. Gendangiz bor, через bank qolsa ham bo'ladi bemalol. Endi gen holatda. Yo, men to'lov etaman. через bank qolsa bo'ladimi? Avtokredit qilib. Borsa. Avtokredit qolsanglar bo'ladi bemalol. Nomerlarini aytib beramiz. 91lik 91lik 136 136 87 16. 87 16. Ismlari Kamoliddin aka. Mashinamizni kimga aql kelgan bo'lsa, bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi akalar. Bosinglar. Hop, akalar bizda navbatdagi Cobalt mashinasi. Mashinamizning ishlab chiqarilgan yili 2019. Hop, probeglari 143000, yurgani halol. Salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Chexollari yo'q, poliklari bor. Mana mexanika korobkada mashinamiz. Kraskasi toza. Kraskasi top-toza ekan. Ki bemalol ko'rib olsin deyaptilar akamiz. Salon orqa holatlarini ham ko'rsatib boramiz. Salon orqa holatlari ham yaxshi holatda turibdi. Agar videoda qorong'ilik qolgan bo'lsa, uzr so'raymiz albatta. Qadrdonlarim, balonlariga keladigan bo'lsa, balonlari ham yaxshi holatda turibdi. Gazi bor-a? Gazi bor. Metan gazlari bor, 4-pokoleniya deyaptilar. Xo'p. Narxi so'rayotganingizni qilib beradiganingiz qancha? 9400. 9400 deyapsiz. Aha. Qanchalik bitadi? 8900 ga bermadim, 9000 bo'lsa beraveraman. 8900 ga bermadim deyaptilar. 9000 bo'lsa mana telefon qilishsin, kelishsin, olib ketishsin deyaptilar. Nomerlariga keladigan bo'lsa, 77lik 093 0990 ismlari Kamoliddin aka. Mashinamizni kimga aql kelgan bo'lsa, buni ham keng qilib beramiz. Keyin qilib beramiz. через bank qolsa bo'ladi buni ham. Farqi yo'q ekan. Bemalol baraka qilsanglar bo'ladi akalar. Bosib oringlar.
Akalar bizda navbatdagi Cobalt mashinasi. Mashinamizning ishlab chiqarilgan yili 2023-yil 10-oyda akamiz olib chiqqan ekanlar. Salon holatlarini ko'rsatib boramiz. Chexollari bor, poliklari bor, avtomat korobka, test monitor, start stoplarigacha bor. Mashinamizda polniy shumka bo'lgan, kraskasi 100% top-toza, liboy proverkada o'tdilar. 4-pokoleniya metan gazlarigacha bor. Salon orqa holatlarini ko'rsatib boramiz. Salon orqa holatlari ham yaxshi holatda turibdi. Rangi keladigan bo'lsa, mashinamizning rangi zels rang, balonlarni ham ko'rsatib beramiz. 4 ta balonlari ham yep-yangi bo'lib turibdi akalar. Mashinamiz kimga ma'qul kelgan bo'lsa, 2-3 oyga gendavenskiga ham beraman deyaptilar. Probeglari 35 ming, avtomat korobka akalar. Через bank avtokredit hosili bo'ladi. Arendaga ham gaplashamiz deyaptilar akamizning. Nomerlariga keladigan bo'lsa, nomerlari 90 329 04 33, ismlari Rustam. Mashina kimga ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi akalar. Basinglar. Akalar bizda navbatdagi Cobalt mashinasi. Mashinamizning ishlab chiqarilgan yili 2019, probeglari 123 ming, yurgani halol, xudo xolasa. Salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Chexol yo'q ekan, poliklari bor ekan. Mana mexanika korobka, test monitorlari bor. Mashinamizni ko'rishingiz mumkin. Xo'p. Salon orqa holatlarini ko'rsatib beramiz. Metan gazlari bor, Mashinamizda metan gazlari bor. Salon orqa holatlarini ham ko'rishingiz mumkin. Ta'na o'zingizga bemalol ko'rib olsangiz bo'ladi akalar. Kraskasini akamizni 30% deyaptilar. Ta'na o'zingizga ustinglar bilan bemalol ko'rib olasizlar. Narxi keladigan bo'lsa 7700 so'rayotganingiz. Qilib beradiganingiz 7,5 qilib berasiz. Gendavengiz berasizmi? Mayli. Arenda variantga, arendaga ham gaplashamiz, xudo xolasa. Boshi qancha bilan chiqadi arendaga? Arenda minglar bilan. Minglar bilan chiqadi, xudo xolasa. Xo'p, через bank avtokredit qolsa ham bo'ladi, bemalol. $700 bilan. $700 bilan bosh to'lov bilan avtokredit qolsanglar bo'ladi. Oylik to'lov 4,5 milliondan 35 oy. Oylik to'lovlari 4,5 milliondan 35 oy ekan. O'zingizlar telefon qilib bemalol kelishib olasizlar akamlar bilan, xudo xolasa. Nomerlariga keladigan bo'lsa, nomeringiz 91 015 22 44. Ismlari? Rahim aka. Mashinamiz kimga ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi akalar. Bosinglar. Hop, akalar bizda navbatdagi Cobalt mashinasi. Mashinamizning ishlab chiqarilgan yili 2013. Probeg qancha edi aka? 334 ming kilometr yurgan. Probeglari halol. Mexanika korobka mashinamizda. Salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Chexollari bor, poliklari bor. Shumka ham bo'lgan ekan, Shumkalari ham bor ekan. Metan gazlari bor, Metan gazlarigacha bor akalar. Orqa salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Orqa salon holatlari ham yaxshi holatlarda turibdi. Kraskasichi? Kapotda, kriloda, orqa kalenkada pitnolari bor ekan akalar. Xo'p, mashinamizning tan narxiga keladigan bo'lsa, akamizni 7,5 ming so'rayaptilar. Avtoo'zbegim nomidan chiqsa, cho'tki skidkalarni qilib beraman deyaptilar akamizni. Gendavenskiga beramizmi aka? Gendavenskiga beramiz. Arenda variantga? Arendaga ham gaplashamiz deyaptilar. Nomerlari? Boshi 5 ming bo'lsa, arendaga ham chiqarib yuboraman deyaptilar. Nomeringiz? 93 869 9907. Ismlari? Murodjon aka. Balonlarni ham ko'rsatib beramiz. Balonlari ham akalar yaxshi holatlarda turibdi. Kimga ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi akalar. Bosib yuboringlar. Akalar bizda navbatdagi Cobalt mashinasi. Mashinamizning ishlab chiqarilgan yili 2013, probegi 260 ming deydi. 260 ming kilometr yurgani halol. Shumkalari ham bor ekan, Shumkalarigacha bor. Salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Mana avtomat korobka, chexollari bor, poliklarigacha bor. Salon orqa holatlarini ham ko'rsatib beramiz. Metan gazlari ham bor ekan, Propanmi? Yo'q, metan gazlari ham bor ekan. 4-pokoleniya akalar. Salon orqa holatlarini ko'rsatib beramiz. Salon orqa holatlari ham yaxshi holatlarda turibdi. Kraskasiga keladigan bo'lsak, kapot bilan orqa krilodami kichkina pitnosi bor deyaptilar. Salon orqa holatlarini mana bagajlarni ham ko'rsatib beramiz. Chirib zanglab ketmagan akalar, bemalol ko'rishingiz mumkin. Mashinamiz yaxshi holatlarda turibdi. Xo'p, tan narxiga keladigan bo'lsa, akamizning mashinamizni 7,5 mingga baholayaptilar. Tan ham telefon qilsa, Avtoo'zbegim nomidan chiroyli qilib skidkalar qilib beraman deyaptilar akamizni. Gendavenskiga beramiz. Gendavenskiga beramiz. Arenda variantga? Yo'q. Faqat naqdga. Faqat naqdga ekan. Xo'p, mashinamiz kimga ma'qul kelgan bo'lsa, mana balonlarni ham ko'rsatib beramiz. Balonlari ham yaxshi holatda turibdi akalar. Nomerlari 93 226 42 18. Ismlari? Timur aka.
Mashinangiz kimga ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi. To'g'risini aytsam, yaxshilarini olib chiqishga harakat qilyapman. Bozorda Cobalt'lar juda ham kam. Bu videomizda Cobalt'larimizda sal kamroq bo'lishi ehtimoli yo'q emas. Obuna bo'lsangiz esingizdan chiqarmanglar, bosinglar akalar. Qadrdonlarim, bugungi videolarimiz ham o'z nihoyasiga yetib boryapti. Videomiz oxirida nima deymiz? Oltin boshinglar omon bo'lsin. Musofirdagi akalarimiz har doim Allohning panohida bo'linglar. Har doim mana shunaqa yaxshi mashinalarni qarindoshiga yaqin, jigarliga podarka qilish, o'zimizga hadya qilish, eng zo'rlarini olish har doim hammamizga nasib qilsin. Telegram kanaliga o'tib olish esingizdan chiqmadi degan umiddaman. Demak, bugungi videomiz o'z yakuniga yetdi. Keyingi videolarimizda qanaqa mashinalarni olib chiqishimizni so'raysizlar. Albatta kommentariyada yozib qoldirsanglar, qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Biz sizlar uchun harakatdamiz. Sizlar Allohning panohida bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.